Assalomu alaykum, Neravto obunachilari. Bugungi obzorimizda Damas Torpedo barlarimizni bir xil rangda obzorini qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bitta videoga like, подписка bo'lmasa подписка qo'ying va torpedamizga bitta baho beringlar. Men to'g'rilaydigan 4 ta deflektorli kosmosli varianti, kaystralari ham o'ta cho'tki chiqqan, kraskalarga ham garantiya beriladi. И asosiysi bu zo'r torpedaga tayyorlangan sex torpeda emas. Videoga bitta baho berasizlar. Mana shu turishlari ham bunaqa chexollar bilan podsetka oyoq tagiga poli qo'l qo'yadigan barlarni ham bir xilda podset qilib qo'yganmiz. Bitta ko'rib baho berarsiz. Ko'p mat qora rangi bor, yashil rangi bor. Kimga shunaqangi torpedalar kerak bo'lsa, bemalol Neravtoga zakaz qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz ham bor. Kimga nima narsasi kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada yozing, narxlarni tashlaymiz. Barchani do'konimizda kutib qolamiz. Buni yonish holatini bitta ko'rsatib operator. Deflektorlari va BYD poson va kosmos poson yonadi. O'ta videoning chiroyli chiqqan. Hammasi o'sha original zo'd torpedaga tayyorlangan bo'ladi. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan shahar, Lo'lajahon bozori, A59-do'kon. Mana chexol, bar, yashil xohlagan insonlar uchun oyoq tagida ev-ko'llari ham bor. Onni salonni ichida yashil qaramandagi zona hamma narsasini komplekt qilib qo'yganmiz. O'z videomizni sig'maydi, birin-ketin kelishtiramiz. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.